Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari, akalar, Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga kelib, mo'ykalarimiz uchun mo'ljallangan 380 variantdagi yangi turdagi karchalarimizdan yetib kelgan. Video davomida shular obzorini qilib, narxi bilan tanishtirib, ma'lumotini berib o'tib ketamiz, akalar. Hozir obatadan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga narx-navolarni aksiyadagi hamda chegirmadagi narxida qilib beramiz. Shunaqangi karchalar parat qilingan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar, akalar. Birinchi o'rinda Omax variantidan boshlaymiz. Ko'pchilik so'rab turgan edi, tugab qolgan edi, akalarga повтор yetib keldi. Birinchi o'rinda akalar motorlariga o'tamiz. Motorlarimiz katta original motorlar bilan jihozlangan 5,5 kilovat bo'ladi. O'zini o'zi sovutadigan ventilyator tizimigacha mavjud. O'zida avtomatlari hamda davleniyasi ko'rsatib qo'ygani 400 bo'ladi, akalar. Xo'p, toza urib berish 200 davlena urib beradi. O'chirib yoqadigan kulchatorlar hamda davleniyani legirovka qiladigan o'zi kulchatorlarigacha bor. Xo'p, pompalari akalar italyanskiy pompa ikki xil variantga bo'linadi. Turetskiy hamda italyanskiy pompaga bo'linadi. Bular akalar italyanskiy original pompalar bilan jihozlangan. Komplektdan ukam nimalar chiqadigan akalarimiz uchun komplektdan 12 metr original trosli shlanglari hamda pistoletlari komplekt holatda bo'ladi. Kulchlari hamda o'zining kitobcha yo'riqnomalari komplekt holatda bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu Omax karcherimizning narxi $870 chiqadi. Like, komment bosib keladigan bo'lsalar, chiroq narxlarda chiqarib beramiz. Endi akalar 5,5 kilovatli variant so'ragan akalarimiz uchun xo'p, Omaxdan davleniyasi baland bo'lsin, lekin narxi arzon bo'lsin ukam deganlar uchun yangilik повтор yetib kelgan. Kilovatlarni ko'rishlari mumkin. 5,5 kilovatli 380 voltga ishlash uchun mo'ljallangan. Omax karcherimiz bir xil davleniyada uradigan bo'lsa, bu 4 xil nasabkasi bor, 4 xil davleniyada urib beradi, akalar. Pistoletlari ham unga nisbatan yaxshi original pistoletlar bilan jihozlangan. Shlankalari keyin o'zida bonus sifatida bunda filtrlarigacha komplekt bo'ladi. Suvni filtr orqali o'tkazadigan o'zida filtrlarigacha bor. Pompalariga bitta ahamiyat berasizlar. 600 davleniya yozgan, lekin 600 urmaydi, akalar. 300 davleniyagacha urib berish uchun mo'ljallangan. Xo'p, keyingi o'rinda akalar Omax karchalar nisbatan nikel karchalarimizni pompalari yoki boshqa zapchaslari anchagina arzon bo'ladi, lekin narxi ham arzon holatda chiqadi. Kimga qiziq bo'ladigan bu 5,5 kilovatli nikel karcherimizning narxi $750 chiqadi. Like, komment bosib keladigan bo'lsalar, chiroq narxida qilib beramiz. Endi ukam bizga sifatlisi bo'lsin, kilovati kattaroq bo'lsin, davleniyasi juda ham zo'r bo'lsin degan akalarimiz uchun 7,5 kilovatli variantidan kelgan. Xuddi shu karcherimizni, buni ham o'zini o'zi sovutadigan ventilyator tizimigacha bor komplektdan. Xo'p, shlanka, pistolet hamma yo'g'i komplekt holatda bo'ladi. Mana motorlarni ham ko'rishingiz mumkin, orqalaridan ham ko'rsatamiz. Motorlarda ham juda ham sifatli katta motorlardan qilib foydalanilgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu karcherimizning narxi akalar $820. Like, komment bosib keladigan bo'lsalar, chiroq narxlarda chiqarib beramiz. Omaxdan narxi ham arzon, davleniyasi ham baland hamda zapchasi ham arzon holatda bo'ladi. To'liqroq ma'lumotini pastda nomerlarni qoldirib ketyapman. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalar, berib o'tib ketamiz. Manzilimiz Marg'ilondagi agrotexnikalar do'koni. Dastlabki xizmatlari kelishilgan holatda bor. Telefon qiladigan bo'lsalar, to'liqroq ma'lumotini beramiz. Xo'p, like, komment bosib qo'yishni unutmaysizlar. Shuni orqasidan 200 ming, 300 ming so'm chegirmasiga xarid qilib olishingiz mumkin, akalar.